Sizga bitta savol. Bugun uxladingiz va uyg'onganingizda yil 2334-yil bo'lsa, ya'ni siz uxlaganingizda 309 yil o'tgan bo'lsa, nima qilardingiz? Unday bo'lmaydi deb aytmang. Chunki shunga o'xshash holat ilgari kimningdir boshiga tushgan. Hatto bir boshqasini esa o'lgandan so'ng 100 yildan keyin qayta tirilgan. Qanaqasi kami? Dunyoda biz bilgan va bilmagan aql bovar qilmas ishlar bo'lgan va bo'lib kelmoqda. Bulardan biri Ashabul Kahf, ya'ni g'or egalari. Ular kimlar edi? 100 ming yillar oldin yoki 100 ming yillar so'ngra bo'ladigan voqea haqida gaplashamiz. Qur'oni Karimda oz manbalari bo'lgan bu voqea, boshqa manbalarda esa insonni hayron qoldiradigan voqealar bilan to'la. Shuning uchun Qur'ondan tashqari manbalarning to'g'riligi yoki noto'g'riligini Alloh biladi deb eslatib qo'yamiz. Ming yillar oldin Desus ismli zolim bir shoh bo'lgan. U kunlardan bir kun shahar xalqiga butlarga va sanamlarga sig'inishga amr qiladi. Va bu amriga itoat qilmaganlarni hammasini qatl qiladi. Amriga itoat qilmagan ba'zi bir yoshlar borligidan xabar oladi va ularni tutib kelishga amr qiladi. Bu yosh yigitlarning necha kishi ekanligi haqida aniq manba yo'q. Qur'onda esa ular but sanamlarga sig'inmaslik uchun va ularni olib ketmoqchi bo'lgan askarlardan qutulish maqsadida bir g'orga kirib saqlanish rejasini tuzishadi va bir g'or topishib, u g'orga kiradilar. G'orning kirish qismiga esa itlarini qo'riqchi qilib qo'yadilar va keyin nima qilish haqida reja tuzadilar. Va shu vaqtda Alloh azza va jalla ularning ustidan bir uyquni yuboradi va ular birin-ketin uxlab qolishadi. Oradan oylar, yillar, 100 yillar o'tadi. Qur'oni Karimda esa bu holat haqida shunday deyilgan. Quyosh chiqqanda ularning Kahfning, ya'ni g'orning o'ng tomonidan moyil bo'lganini, botganda esa chap tomonidan qiyib o'tganini ko'rasan. Ular esa u g'orning keng joyidadirlar. Ana shu ham Allohning oyat mo'jizalaridandir. Alloh kimni hidoyatga boshlasa, o'sha hidoyat topguvchidir. Kimni adashtirsa, bas hargiz unga irshod qilguvchi biror do'st topa olmassan. Ularni uyg'oq deb o'ylaysan, holbuki uxlab yoturlar. Ularni goh o'ngga, goh chapga ag'darib turamiz. Itlari esa ostonada old oyoqlarini cho'zib yotur. Gar ularni ko'rsayding, ortga o'girilib qochar va ulardan qo'rqinchga to'lar eding. Alloh ularni uyg'otganda ular g'orda oz muddat qolganligini his qildilar. Qur'oni Karimda esa bu holat haqida shunday deyilgan.
Ulardan biri shaharga tushib, yeguliklarni oldi va sotuvchiga qo'lidagi pulni uzatdi. Sotuvchi esa pulni ko'rib hayron qoldi. Boshqa rivoyatda esa darhol soqchilarni chaqirdi. Bu yigitni xazina kovlovchi yoki o'g'irlikda aybladi va yigitni soqchilar saroy tomon olib ketishdi. Yigit esa kecha yurgan shahridan tamomila boshqa shaharga aylanganini ko'rib hayron qoldi. O'sha shahar voliysining huzuriga olib kelindi va yigit esa boshidan o'tganlarni aytib berdi va g'ordagi do'stlarining yoniga taklif qildi. G'orda qancha muddat qolganini hech kim bilmas edi. Qur'oni Karimda esa bu xususida shunday deyilgan. So'zim boshida bu voqea 100 ming yillar oldin yoki 100 ming yillar so'ngra bo'ladigan voqea haqida gaplashamiz degan edim. Hozirgi kundagi olimlarimiz bu voqeani 100 ming yillar oldin bo'lib o'tganligi haqida gapiradi. Lekin hozir men sizga aytib bermoqchi bo'lgan voqealarni eshitsangiz, bu g'or egalarining voqeasi kelajakda bo'lishidan darak beradi. To'g'risini Alloh biladi deb voqeamizga o'tamiz. Bundan yillar oldin karvonlari bilan savdo qilgan bir savdogar bir g'or oldidan o'tayotganda karvondagi tuyalar va otlar qo'rquvdan qochmoqchi bo'lishadi. Holatni tushunmagan savdogar g'orga yaqinlashadi va g'or ichidan bir itning ovozini eshitadi va qiziqib g'orga kirib qaraganida g'or ichida na itni, na bir jonzotni ko'radi. Karvoni bilan shaharga kirib kelgan savdogar shahardagi bir qoziga bo'lgan voqeani aytadi. Voqealarni eshitgan qozi esa shu javobni beradi: sen bir jin guruhiga to'g'ri kelgansan yoki ashabil kahf, ya'ni g'or egalarining itini ovozini eshitgansan. Boshqa bir rivoyatda esa qo'ylarni boqib yurgan cho'pon yonida bir it bo'lgan 7-8 kishini ko'radi. Ularning ustidagi kiyimini boshqacha ekanligini ko'rib, ulardan so'raydi kimligini va qayerga ketayotganini. U kishilarning cho'ponga bergan javobi esa juda ajib. Biz bu yerda sendan oldin ham bor edik va Allohning izni bilan sen o'lganingdan so'ng ham bo'lamiz deb javob beradi. Cho'pon esa bu javobdan so'ngra ularning Qur'onda zikr qilingan g'or egalari ekanini his qiladi. Bu yigitlar, ya'ni g'or egalari, Allohga bo'lgan taqvosi tufayli Alloh bu yigitlarni Qur'oni Karimda zikr qildi. Qur'onning bitta surasining nomi bu g'or egalariga berildi. Kahf surasi deb. Kahf surasini payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam har juma o'qishga buyurdi. Nima uchun? Bu sura ichida Musa alayhissalom va Xizr alayhissalom kelajakda bo'ladigan hodisalar haqida aytilganligicha va Ya'juj-Ma'juj va Zulqarnayn alayhissalom zamonlar oshib Allohning izni bilan qilgan sayohatlaricha va so'zimiz boshida aytganimizdek Alloh Uzayr alayhissalomni jonini olib 100 yildan so'ng qayta tiriltiradi va yonidagi taomlari hatto aynimagan bo'ladi. Bu mavzu ham boshqa bir video hisoblanadi. Kahf surasini o'qisangiz Allohning ajib mo'jizalariga guvoh bo'lasiz. Kimki Allohga taqvo qilsa va tavakkul qilsa, uni o'sha muammolardan go'zal suratda chiqarishini g'or sohiblari misolida ko'rdik. Keyingi videolarda ko'rishguncha